Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyg'ur Qurultiyi tor televiziyasi kündəlik xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayat Musacan. Bugün 3-cü ayının 4-cü günü Peyşənbə. Həmmanglarning shu vaqtda xeyirlik bo'lsin. Aziz ko'rurmanlar, tövəndə diqqətinglar bugünkü xəvərlər proqramımızning təfsilatida bo'lsin. Şərqi Türkistanның ən çət rayonlarındakı Uyghur qızlarının Xitoy hakimiyyəti tərəfindən Xitoyның işgiri ölkələrə qol işçi olub berishə məcburlanğanlığı haqqında Angliyaның Dunyaga danlıq BBC axbarat kanalı tərəfindən 2 mart elan qılınan bir videoluq xəbər Dunya degan bir qitim zo'rg'ulg'uli qo'zg'adi. Bu yil 2 fevralda BBC axbarat kanalı Şərqi Türkistandakı jazo lagerlariga qamalgan ayol tutqunlarning Xitoy erlarining kollektiv bosqinchilik qilishiga va jinsiy zo'ravonligiga uchraganligi haqidagi xabar dokumenti e'lon qilib, dunyoni zilzilaga keltirgan. Bu sababdan Xitoy hukumatı BBC axbarat kanalının Xitoyda xabar tarqatishini butunlay cheklagan edi. BBC axbarat kanalı 2 mart e'lon qilgan mazkur xabarda ko'rsatilishicha Xitoyning ishkirga amgak kuchi yetkazishdagi asli maqsadi Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish va ularning nopsini ozlatish ekan. Şərqi Türkistanның hər qaysı joylarga qurilgan lagerlar yerlik aholilarga misli ko'rilmagan qo'rqinch va besim paydo qilgan bo'lib, Xitoy doiralari xoliqini so'lab, xoliqini qiynab, cho'nglarning mingisini yuyib, yoshlarni ishkirga haydab mangsimi hech kim qarshilik qilolmaydigan hol shakllangan. Erkin egilik, erkin tijorat tamoman o'lgan. Hamma ishda hukumatning og'ziga qarashga majbur bo'lgan bu kishilar tushkunlashib, nomratlashib ketgan. Ondan Xitoy hukumati qutquzuvchi sifatida o'ttirg'i chiqib, nomratlarni yo'lash bahonasi bilan yezi qishloqlardagi go'zal qiz, barno yigitlarni necha ming kilometr yiroqlikdagi ishkari Xitoyga qo'l ishchi bo'lishga majburlagan. Mazkur xabarni BBC xabar agentligining Beijingda turishliq muxbiri John Sodus 2017-yili Xitoy davlatlik televiziyasida qo'yilgan Sharq Turkistondagi Xitoy kadrlarining Uyg'urlarga qaratgan siyosatlarni qandoq ijro qilayotganligini tashviq qilish uchun ishlagan bir sin ko'rinishidagi kishilarni va zavodlarni iz qo'g'lab tekshirish asosida ishlangan. Mazkur xabarda BBC to'ri 2017-yili Xitoy taratqusidan oshkorlangan bir videoning to'liq nusxasi berilgan bo'lib, xalqaro taratqularda amdi e'lon qilinganligi qayd qilingan. Uningda Gumi nahiya Mokuyla yesidagi xizmat guruhisining amgak kuchi to'plash uchun tashviqot elib borganligi, ammo hech kimning tizimlatqili kelmaganligi. Shuning bilan bu guruhning uy-uy xizmat ishlab dehqon qizlarni ishkiriga berib ishlashga qiziqtirayotganligi ko'rsatilgan. Videoda ko'rsatilgan 19 yoshli qiz bu Zaynab ishkirga berib ishlashni xohlamaydi. Xitoy kadr to'xtamay valaqlaydi. Qizning chorasiz ko'zlari yoshga to'lidi, yerga qarab turib oladi. Yerlik kadrlarning tahdid nazari va Xitoy televiziya muxbirlarining ekrani oldida beshini chayqab bormayman deydi. Ammo bechora qiz besimga chidamay yig'lab tashlaydi va boshqalar borsa menmi boray deydi. Bu Zaynabga o'xshash necha yuzlagan qizlar ota-onasi bilan yig'lab qo'shilishib, 10 necha yil yashagan yurti, illiq oilasidan ayrilib, ishkari Xitoyga qo'l ishchi bo'lib safarini boshlaydi. Bu video xalqaro taratqularda e'lon qilingandan keyin Uyg'urlar masalasiga ko'ngil bo'ladigan analizchilar va kishilik huquq kuzatuvchilarining kuchli diqqatini qo'zg'adi va uni Uyg'ur majburiy emgak masalasini eng yaxshi isbotlab bergan video deb qaramoqda. Analizchilarning qarashicha, Xitoy bu qizlarni oilasining namratlikdan qutulishiga yordam beradi deb qiziqtirgan bilan ularni oilasidan ayirib vayron qiladi. To'y qilib farzandlik bo'lishiga to'sqinlik qiladi. Turmush odatini buzadi. Tilini va madaniyatini yo'q qiladi. Ularni texmun namrat, tushkun, umidsiz qilib etadi. Oqibatda butun istiqbolini nobud qiladi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi London ishxonasining direktori Rahima Mahmud xonim bu vaqtda to'xtalib mundoq dedi. Xitoy hukumatı o'zining xabarda Uyg'urlarni o'z yurtidan ayirib qul amgaki selishidagi maqsadining Uyg'ur nopsini tarqoqlashtirish va ozaytish ekanligini aytgan. Bu maqsadning BBC orqali fosh bo'lishi Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan siyosatlarining irqiy qirg'inchilik ekanligini rasmiy yo'ritib berdi. BBCning bu xabari Angliyaning Uyg'urlar masalasida qaror ilishida turtkilik rol o'ynaydi. Xitoy hukumatı 2000-yillarning 5-yili ishinchi amgak kuchlarini boshqa yurtlarga berib ishlashga yuzlantirish degan shiorni ko'tarib chiqib, Sharq Turkistonning Uyg'urlar zich o'ltiraqlashgan janubiy rayonlaridagi Uyg'ur qiz yigitlarini Xitoyning ishkiri o'lkalarga majburiy ishlamchilikka yo'tkashga boshlagan edi. Washington shahridagi kommunizm qurbonlari xotira fondining tadqiqotchisi doktor Adrian Sinizning Uyg'urlarning majburiy emgakka selinayotganligi haqida 2 mart kuni Jamestown fondining tor betida e'lon qilgan 73 betlik doklati yana bir qitim kuchlik inkos qo'zg'adi. Mazkur dokladning BBC axborot kanali tarafidan Sharq Turkistonning eng chet rayonlaridagi Uyg'ur qizlarining Xitoy hokimiyati tarafidan Xitoyning ishkari o'lkalarga qo'l ishchi bo'lib berishga majburlanganligi haqidagi xabar tarqatilgan o'xshash kunda e'lon qilinishi kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'adi.
Dokladda oldi bilan yaqinqi mezgillarda tarqatilgan Xitoy hukumatining rasmiy va g'ayri-rasmiy hujjatlari asosida Sharqi Turkistondagi majburiy emgakning mohiyati hamda minglagan sondagi Uyg'ur yoshlarining o'shiqcha emgak kuchlarini ishga o'rinlashtirish, nomrodlikdan qutuldirish degandek nomlarda har qaysi rayonlarga yo'tkashning Xitoy davlati sistemali holda ijro qilayotgan davlat siyosati ishkanligi alohida ta'kidlandi. Bo'libmi Xitoy hukumatining bu usulda Uyg'urlarni o'z yurtidan ko'chirib chiqish orqali assimilyatsiya qilishga texmo keng yo'l echish hamda Uyg'ur nopisining umumiy zishlik nisbatini tuvallatishga urinayotganligi tafsiliy sharhlandi. Dokladda ko'rsatilishicha Xitoy hukumatining Sharqi Turkistondagi majburiy emgak hamda emgak kuchini majburiy yo'tkash tadbirlari asosan Xitoy hukumati bevosita orqa tirak bo'layotgan ikki turli manbani asos qilmoqda ekan. Buning biri Sharqi Turkistondagi g'oyat zo'r ko'lamli tutqun va siyosiy bostirish jarayonida millionlab lagerlarga qamalgan tutqunlarning atalmish o'qish bitirish o'lchamiga yetgandi. Ya'ni ulardagi asabiylik ideyalari tugaganda oilasiga yoki jamiyatga qaytarilmasdan shu lagerlarga ancha yiroq bo'lmagan joylardagi zavodlarga ishchilikka yo'tkalmoqda ekan. Yana bir bo'lsa o'shiqcha emgak kuchi deb atilayotgan dehqon yoshlarni paxta terish degandek fasillik emgaklarga selish hamda g'oyat zo'r ko'lamda Xitoy o'lkalariga yo'tkab, zavodlarda arzon baholiq emgak kuchi qilib ishlatish bo'lmoqda ekan. Yaqinqi mezgillarda Xitoy hukumati g'oyat zo'r moddiy kuch sarf qilish badaliga Xinjiangda hech qanday majburiy emgak hodisi mavjud emas degan mazmunda ko'plab tashviqot urushi qo'zg'amoqda ekan. Minglagan ishsiz dehqon yoshlari Xitoy hukumatining kasbiy tarbiyalash, xizmatga tizimlash degan nomlarda ishga o'rinlashgan bo'lsa-mu, bularning hammasi amaliyotda o'sha yoshlarning irodasiga xilof holda majburlash orqali ishga oshmoqda ekan. Mazkur dokladda Xalqaro emgak tashkilotining nizomnomasidagi belgilamlar asosida Uyg'ur dehqon yoshlarining o'zlari xohlamagan ahvolda Xitoy zavodlariga ishlashga majburlanishi, buni rad qilganlarning lagerga qamlashlik turli jazolarga mahkum bo'ladiganligi deganlarning amaliyotda majburiy emgakni shakllantiradiganligi to'liq aks ettirilgan. Adrianziniz apandi dokladining oxirida mundaq deb ko'rsatgan: yo'tkab ishga o'rinlashtirish, tug'utni cheklash va lagerlarga qamash mohiyatda bir-biriga chetishlik ushbuling hosil qilgan holda Xitoy hukumatining Uyg'urlar diyoridagi ijtimoiy qayta qurib chiqish qurilishini amalga oshirishga xizmat qiladi. Shuning bilan birga bu hodisa Xitoy hukumatining madaniyat qirg'inchiligi va nopis qirg'inchiligining ayrilmas tarkibiy qismi. Texmi muhimi, mushuning o'zi Xitoy hukumatining yana bir insoniyatga qarshi jinoyati hisoblanadi. 2 mart kuni Xitoyga qarshi parlament a'zolari xalqaro birligi Uyg'urlarni ishkiri Xitoyga qul ishchi qilib yo'tkashga munosabatlik yangi isbot haqida bayonot e'lon qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bilan ba'zi davlatlarni insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilikni qonun bo'yicha tekshirishga chaqirgan. Shuning bilan bir vaqtda mol ta'minlash liniyasini Uyg'urlarni qul ishchi qiladigan zavodlardan yiroqlashtirishni talab qilgan. Bayonotda mundaq deyilgan: Xitoyga qarshi parlament a'zolari xalqaro birligi maslahatchisi Adrianziniz e'lon qilgan va BBC xabar qilgan doklad Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi emgak kuchlarini majburiy yo'tkash ahvolini texmo aniq ko'rsatib berdi. Yangi oshkorlangan bu isbotda Xitoy hukumatining Uyg'urlar va boshqa musulmon millatlarni assimilyatsiya qilish va ularning nopusini azaytish uchun yoshlarni tizimlab Xitoy zavodlarida qul ishchi bo'lishga zo'rlaganligi ko'rsatilgan. Bayonotda bildirilishicha, atalmish qayta tarbiyalash lagerlari amaliyotda majburiy emgak uchun tayyorlangan bo'lib, Xitoy hukumati Uyg'ur rayonidan ishkirga emgak kuchi yo'tkash orqali bir yoqdan Xitoy zavodlarini arzon emgak kuchi bilan ta'minlasa, yana bir yoqdan Uyg'urlarni sistemalik holda bostirish, assimilyatsiya qilish va nopusini ozlatishga uringan. Xitoy hukumati Sharqi Turkistonda allaqachon lager, turma, zavod, ish maydoni birlashma to'g'ri shakllantirgan bo'lib, kishilarni xohlagancha yo'tkab ishga soladi ekan. Bayonotning oxirida Xitoyga qarshi parlament a'zolari xalqaro birligi Xitoyni qattiq ayblagan hamda Birlashgan Davlatlar Tashkilotini Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyati va irqiy qirg'inchilik jinoyatini xalqaro qonun bo'yicha tekshirishga, boshqa davlatlarni buningga ovoz qo'shishga chaqirgan. Amerika siyosiy sahnasidagi 3-nomerlik shaxs hisoblangan Amerika Avom palatasining raisi Nancy Pelosi xonim 1-mart kuni Uyg'ur harakati tashkiloti tomonidan to'r orqali o'tkazilgan suhbat yig'iniga qatnashish orqali o'zining Uyg'urlarga bo'lgan qo'llashini ochiq namoyon qilish bilan birga, bundan keyin Uyg'urlar masalasi haqida davomli eng zo'r darajada tirishchilik ko'rsatganligini bildirgan. Bu qitimqi suhbat yig'iniga Nancy Pelosi xonimdan boshqa yana Amerika Davlatlik diniy erkinlik komitetining komissari Nuri Turkal, Dunya Uyg'ur Qurultiyining oliy maslahatchisi Dr. Rishad Abbas, Qurultiyining bosh maslahatchisi Abdulikim Idris, Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas xonim qatorliqlar qatnashgan edi. Cumhuriyet Dunyası to'rining 2 mart e'lon qilgan xabarda aytilishicha, Xitoy hukumati Nancy Pelosi xonimning bu harakatini ayblab, Amerika kishilik huquq masalasini bahona qilib, Xitoyning Xinjiang siyosatiga aralashdi deb chalvo qilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin Xitoyning 2 mart kunidagi axborot e'lon qilish yig'inida Nancy Pelosi xonimni ayblab,
Amerika oldi bilan amaliy tadbir qo'llanib, o'zining ishki qismidagi kishilik huquq ahvolini yaxshilashi kerak deb bildirlagan. Analizchilar Amerikadagi 3-nomerlik shaxs bo'lgan Nancy Pelosi xonimning Uyg'ur vakillari bilan suhbat o'tkazishi va Xitoyga qarshi ochiq ifoda bildirishining Xitoy hukumatini qattiq bearam qilganligini ifoda qilishmoqda. Yerusalim pochtasining 3-mart xabar qilishicha har xil mazhabdagi robiylar, ya'ni Yahudi ulamolari Amerika Davlat Majlisini Uyg'urlar masalasida harakat qo'llanishga chaqirgan. 16 nafar Yahudi ulamosi imzo qo'ygan birlashma maktub oldingi hafta Avom palata a'zosi Ted Liu'ga sunilgan. Ted Liu Anis-Hilis rayonidagi xalq saylab chiqqan vakil bo'lib, bu rayonda Yahudi jamoati ko'p o'ltiraqlashgan. Yahudi ulamolari sungan bu maktubda Sharqi Turkistondagi lagerlarni taqash va Uyg'urlarni majburiy ishlab chiqargan Xitoy mollarini Amerikaga kirgizmaslik qatorliq mazmunlar o'z ichiga ilingan bo'lib, maktubda mundaq deyilgan: Sizlarning Uyg'urlar to'g'riliq tuzilgan qonunni qo'llashinglar uzun muddat zulmga uchrab kelgan bu xalqning texmi eg'ir zo'ravonlikqa uchrashining oldini olishda hal qilg'uch rol o'ynaydi. Yahudi ulamolari yana Avom palata a'zosi Tidyoni Yahudilar dunyosini kuzatish tashkiloti bilan hamkorlik o'rnatishga chaqirgan bo'lib, mazkur tashkilot irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish harakatida aktiv rol o'ynab kelgan hamda Uyg'urlar uchun faoliyat qilgan ishkan. Xabarda ko'rsatilishicha Yahudi faoliyatchilarining, bo'libmi Angliyadagi Yahudilarning Uyg'urlar uchun ovoz chiqarishi, oldingi asrdagi irqiy qirg'inchilikni boshdan kechirgan Yahudi shohidlarning Uyg'urlar haqida so'zlagan so'zlari dunyoning har qaysi joylaridagi Yahudi jamoati orasida kuchli diqqat qo'zg'agan. Vatandagi urug' tuqqanlarning izdirkini qilib o'tgan yilning oxiridan buyon har kuni tugudek Turkiyaning Istanbuldagi konsulxonasiga yaqin joyda norozilik namoyishi ilib berayotgan lager qurbonlari haqilarining bu harakatiga ovoz qo'yish harakati har qaysi alladagi Uyg'urlar orasida uzluksiz zo'rayib bormoqda. Hozirga qadar bu munosabat bilan Qozog'iston, Kanada, Amerika, Avstraliya, Yaponiya, Germaniya, Norvegiya, Gollandiya, Belgiya qatorliq davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur jamoatlari Turkiyadagi qarindoshlarimizga madad berish maqsadida oilam nada degan o'rtaq shior ostida maxsus namoyishlar uyushtirdi. Masalan, Yevropa Sharq Turkiston birligi tashkiloti tomonidan Xitoyning Germaniya Myunxen shahridagi konsulxonasi oldida 16 fevral boshlatilgan oilam qayerda nomli norozilik namoyishi bugun 17 kuniga qadam qo'ydi. 17 kundan buyon namoyishchilar har kuni Yevropa Sharq Turkiston birligi tashkilotining raisi va Dunya Uyghur Qurultiyining Yevropadagi xizmatlariga mas'ul alohida vakili Asqarjon apandimning bevosita riyosatchiligida 15-20 kishilik guruhlarga bo'linib navbat bilan namoyish qilib kelmoqda. Bu namoyish dastlabki qadamda bir oygacha davom qiladi. 17 kundan buyon Germaniya, Bavariya o'lkalik parlamentining mas'ullari, kishilik huquq tashkilotlari va turli tashkilotlarning vakillari namoyishga qatnashib, o'zlarining Uyg'ur xalqiga bo'lgan qo'llashini ifoda qilib kelmoqda. Undan boshqa yana Germaniyaning Frankfurt, Berlin, Stuttgart, Karlsruhe, Düsseldorf shaharlarida bu xil namoyishlar davom qilmoqda. Norvegiya Uyg'ur komitetining uyushtirishi bilan Oslodagi Xitoy elchixonasi oldida 22 fevral boshlatilgan namoyish bugun 11 kuniga qadam qo'ydi. Turkiyaning Istanbuldagi konsulxonasiga yaqin joyda norozilik harakati ilib berayotgan namoyishchilarning soni uzluksiz ko'payib bormoqda va ularning bu harakati Turkiyadagi har qaysi partiya va ommaviy tashkilotlarning, shundaqli yerlik turk xalqining qo'llashiga erishib kelmoqda. 2 yildan ko'proq vaqtdan buyon Gollandiyaning Amsterdam shahridagi Dom maydonida Xitoyning xalqimiz ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi hafta oxirlari izchil turda yolg'iz kishilik namoyish o'tkazib kelayotgan pidokor Uyg'ur ziyolisi Abdurrahim G'ayni apandimmi 1-mart kunidan e'tiboran namoyish o'rnini Xitoyning Gollandiyadagi bosh elchixonasi oldiga yo'tkazdi. Xalqaro ayollar bayrami munosabati bilan Dunya Uyg'ur Qurultiyi ayollar komiteti tomonidan 7-mart kuni ayollarimizning milliy davoyimizdagi o'rni degan temada maxsus muhokama yig'ini o'tkazildi. Tor orqali o'tkaziladigan mazkur muhokama yig'iniga har qaysi alladagi ko'zga ko'ringan Uyg'ur ayol aktivistlarimiz ishtirok qiladi va 7-mart yakshanba Berlin vaqti tushdan keyin soat 15 da boshlanadigan yig'inning naq maydon ahvolini Dunya Uyg'ur Qurultiyi tor televiziyasining YouTube sahifasidan to'liq ko'ra olasiz. Bu ahamiyatli suhbatni qochirmang va xonim qizlarimizga madad bering. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər proqrammasini diqqətinizə sunduq. Keyin qaydanlıq proqramımızda görüşəydi. Görüşüşə aman bo'lgaysizlar. Xeyr xoş.